Yaponiyada bo'lsa, glavniy injenerlar juda ham ko'p vaqtini Gembada o'tkazadi. Gemba. Gemba nima degani? Gemba ish joyi. Yaponiyada juda ko'p qo'llaniladigan so'z bu narsa. Gembada nimalar amalga oshiriladi? Gembada konstruksiya, ya'ni biror mahsulotni yaratish, uni ishlab chiqarish va sotish. Shu 3 ta amal bajariladigan joy gemba hisoblanadi. Gembani turlari juda ko'p. Masalan, qurilish joylarida ham gemba bo'lishi mumkin. Ya'ni qurilish joylarini ko'proq gemba deb atashadi Yaponiyada. Undan tashqari ishlab chiqarish joylari. Ishlab chiqarish joylari juda ham ko'p gemba deb yuritiladi. Даже jurnalistlar intervyu olayotgan joylarni ham gembadamiz deb aytib qo'yishadi. Undan tashqari gembada ishlab chiqarish misolida oladigan bo'lsangiz, injenerlar juda ko'pi biz bilamiz ofislarda o'tirib ishlashadi O'zbekistonda. Yaponiyada bo'lsa injenerlar, glavniy injenerlar nazarda tutyapman men. Glavniy injenerlar juda ham ko'p vaqtini gembada o'tkazadi. Ya'ni o'sha sangensho deydi. Ya'ni 3 ta J harfi, ya'ni G, inglizcha G harfi qo'llaniladigan gembitsu, genjitsu, ya'ni hozirgi holat, ish joyidagi vaziyat va haqiqiy o'sha mahsulot. Muammoni hal qilishda bu narsa juda muhim ahamiyatga ega. Shu muhim yo'nalish bo'lganligi uchun ham gembadagi faoliyatni nazoratga olish juda muhim hisoblanadi. Gembadagi faoliyatni kontrolini 100% nazoratga olgan kompaniya sifat nazoratida ham o'zini mukammal kompaniyamiz deb ata olishi mumkin. Keyingi videolarda yana gembaga chuqurroq to'xtalaman.